Rustamjonov qahramon. O'zbekistonning qiyin g'alabasi qanday baholandi? Penalti bo'ladi reya emas. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalarcha siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Qatarda 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar ishtirok etayotgan Jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi muvaffaqiyatli yurishini davom ettiradi. Nufuzli manbalardan biri Afrika.com sayti ushbu muvaffaqiyatga o'z munosabatini bildirdi. O'zbekiston 24-daqiqada Sayfiddin Sodiqovning o'ng qanotdagi ajoyib o'yini samarasida hisobni ochdi. Sodiqov uzatgan to'pni Sadriddin Hasanov bosh bilan darvoza to'riga joyladi. Ikkinchi bo'limda Aslbek Aliyev yo'llagan jarima zarbasini raqib posboni Mati Graxovats katta mahorat bilan qaytardi. Ustunligini golga aylantira olmagan o'zbekistonliklar tez orada buning jabrini ham ko'rdi. Xorvatiya o'yinning asosiy vaqt tugashiga 10 daqiqa qolganda hisobni tenglashtirdi. Shokirov to'pga chiqishda xato qildi. Gabriel Silvak jamoadoshi Tino Husanovichni pas bilan ta'minladi va hujumchi gol urib, g'oliblik masalasini penaltilar seriyasiga o'tkazdi. Penaltilar O'zbekistonga xursandchilik keltirdi. Zaxirada maydonga tushgan darvozabon Ne'matullo Rustamjonov qahramonga aylandi. Har ikki jamoa futbolchilari birinchi zarbalardan foydalana olmadi. Rustamjonov seriya davomida Kumanning zarbasini qaytargan bo'lsa, Hasanov hal qiluvchi zarbani aniq yo'lladi. Endi O'zbekiston U17 terma jamoasi seshanba kuni 1/8 finalda Yevropaning amaldagi chempioni Italiya terma jamoasi bilan o'ynaydi deb yozdi Afrika.com rasmiy sayti. Xorvatiya U17 terma jamoasi bosh murabbiy Marian Budimir O'zbekistonga qarshi 1/16 final doirasidagi o'yindan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. Penaltilarda yutqazish har doim og'ir, ayniqsa o'smirlar futbolida. Axir ular hali bola-ku. Ularni yig'lab turgan holda ko'rish juda og'riqli. Biz juda kuchli raqibga qarshi o'ynadik. Birinchi bo'limda ular bizdan ancha harakat qilishdi. Markazdan ularni ko'p marotaba o'tkazib yubordik. Tanaffusda 3 ta almashtirish qildik. O'yin uslubimizni, pressingni o'zgartirdik. Maydonga ancha qat'iy, jipslik va jasorat bilan qaytdik. Hisobni tenglashtirishga erishdik. Ustunlikda qo'lga oldik. O'yin so'ngida imkoniyatlarimiz ham bo'ldi. Agar Husanovich o'sha payt darrov yiqilganida, ehtimol penalti bo'larmidi? O'yinni asosiy vaqtdayoq hal qilishni xohlagandik, lekin uddalay olmadik. Penalti bo'ladi reya emas, psixologiya. Penaltini tepishni xohlamagan yigitlar anchagina bo'ldi, lekin tepganlarga katta rahmat aytaman. Turnirdagi ishtirokimiz yomon bo'lmadi. Guruh bosqichida yaxshi o'ynadik. 7 ta gol bilan keyingi bosqichga chiqdik. O'yinlarimga hech qanday e'tirozim yo'q. Bor kuchimizni berdik. Uzoqqa borishni istagandik. Chunki Doha bizga juda yoqdi. Bu natija bizga saboq bo'ladi. Futbol bu 17 yoshda tugamaydi. Ularning rivojlanishi, ulg'ayishi davom etadi. Kattalar futbolga o'tish jarayoni kechadi. Bu o'yin ular xohlaydimi yoki yo'qmi, baribir eslab qoladigan bekat bo'ladi, dedi 45 yoshli mutaxassis. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Keyingi bosqichda Italiyani mag'lub etib, keyingi bosqichga chiqa olamizmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.